Salom do'stlar, bugungi videoda men qishloq topdim-da. Bu yerda zo'r narsa bor ekan bitta. Hozir ko'rsataman-da. Bu qishloq hayotda ko'rganmisizlar bu qishloqni? Bu yerda qishloq, bu yerda esa redlar nimasi? Yobani, bular kelisha olmaydi-ku. Men shunaqa qishloq topdim-da shunlar. Bugungi videoda shu qishloqda yashab ko'ramiz. Bu 15-qishloq deganlarga bu 68-qishloq. Biroz qishloqlar bilan gaplashaylik. Xo'p qishloqqa. Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Sen kimsan? Men bu yerga yangi ko'chib keldim. Ha, yaxshi. Bu yerdagilarga seni tanishtirib qo'yaman. Isming nima? Mening ismim Bahom. Yaxshi. Senga uy kerakmi? Ha, uy kerak, to'xta, uy topdi. Короче, bitta tepada uy bor. O'sha senga. Egasiyam yo'q. Rahmat jitellar, sizlardan yaxshilik, sizlar yaxshisizlar, rahmat. Xo'sh bolalar, bugun mana qayerda dedi u? Ha, ana u yerda degan menimcha. Rezlar bilan birga yasharkan. Eng tepa deganda shuni nazarda tutdim. Menimcha. Yo'q, shaxsan yonidagi dedim. Yo'q, shuni nazarda tutgan bilaman. Qani xo'sh. Yaxshi sharoit bo'ladi. Xo'sh, ular ham bor ekan. Endi nima qilamiz? Bizga o'rinda nimalar kerak bo'ladi? Shuning uchun kuchayib kirkalar olib olamiz. Bu yerda nimalar bor ekan? Voy, jonimga nima qiladi? Mayli, ichma etmaydi. Yerdan daraxt jitelarga farqi yo'q, ular darmayib jitellar dedilar-ku. Hamma jitellar dabdabla ekan. Komment yozib boringlar. Xo'sh, to'rtta daraxt yetib qolsa kerak-a. Bilmadim yana. Qayerda? Ha, tepa deydi. Shu uyimlar qishloqlarni uydan foydalanamanchi. Uydan foydalanib olaman bir yo'la. Uyda uyesda yo'q ekan. Qishloqlar harom qishloqlar ekan, lekin jitellar aytgancha qishloqga juda mo'l yurdim ham, ko'p yurdim. Va qishloqga yetib keldim bo'ldi. Xo'sh, endi bitta vezda yasab olamiz. Bizimizga bu jitellar bechora ekan, vezdaga ham yo'q ekan. Hozir vezdaga yasab olsak, endi cho'p yasab olamiz. 5 ta bo'lganda cho'pimiz yetadi. Endi uyimizga boramiz. Uyimiz qayerda? Eng katta qavatdagi uy seniki deydi. Uyimni yoniga yutib qo'yaman mana. Yillar davomida shu katta bo'ladi. Endi vertagni qayerga joylashtirsam bo'ladi? Nima kerak menga? O'tashmi? Bu pishmagan to'q. 2 marta pishirgan to'shmagan kerak. O, ana endi Instagramdan foydalanib olaman. Endi Instagramda tosh
nima va mana bunaqa bo'ldi. Endi kelasini ko'rib endi nimalar qilaman. Menga kerak narsalar endi qo'shitlar yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Senchi? Sen yangi ko'chib keldingmi? Ha, Isming nima? ismim Buxor. Yaxshimisan? Albatta, yaxshimisan sen ham? Albatta. Bu qishloqimiz zo'r qishloq. Ana u reydenlar bizga hujum qilishadi. Iloji boricha anavi qo'ng'iroqni chalma, xo'pmi? Xo'p bo'ladi qishloqi. Bu yerda mer yo'qmi? Afsuski merimiz yo'q. Chunki merimiz 10 yillar oldin o'tib ketgan. Hozir unda mer kim? Hech kim. Men bo'lsam-chi? Bilmadim endi. Sen ham bo'laver unda. Men uyi qayerda? Ana uyni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Ha, ko'ryapman. Ana shu uyda merni uyi bor. Ha. Buyon ketdin. Mer bo'larkanman do'stlar. Yaxshi xabar men mer bo'larkanman. Mana 5 ta yetsa kerak. Bo'lmasa ham cho'q bo'laman. 7 ta yetadi. Bu yerda ko'mirlar ko'p ekan. Lekin bu yerda ham shaxta ekan. Uyimga borib, mana bu narsalarimdan foydalanaman. Qayerga o'jiydi? O'jinni yeydi. Anani yurib mal o'tdi. Yo'q, Epchim. Endi bu olgan narsalarimizdan foydalanamiz. Birinchisi nima, yog'ochimiz qolmabdi. Endi yog'och yasab olamiz. 5 ta yog'och yetadi. Buni olamiz va buni. Endi yangi qishlog'iga ozgina moslashib olishimiz kerak. Endi biz yana 9 ta tosh kavla, 8 ta tosh kavlasak kerak. Borish kerak. Olaman aytgancha men tunni o'tkazib yuborsam bo'ladi-yu. Meni cheater demanglar, shunchaki shunday qilyapman. Bo'ldi. Ton yo'qdi. O'tyapti-da ton. Bir necha kundan keyin pishakcha bor ekan katta. Qochyapti bu pishak meni. 8 ta tosh olsam yetarmikin? Nima seni olaman. Yetti, 8 bo'ldi. 8 ta var bana. 10 ta varsa yetsa kerak. Keyin temir topamiz. Temirni pishirish uchun pechka yasayapman-da, bo'ldi. Meni temirni pishira olmaskan deb yamolib tashlaydi. Temirni pishirish uchun pechka. Deb bildim. Mana yerda nimalar ko'p ekan. Shulardan olsa yetadi. To'qim bo'ldi. Sizlarda nimaga yaxshimisizlar? Endi shulardan mashina ham yasalasa bo'ladi. Buncha ko'p temirni hayotimda ko'rmaganman. Chop olay toshni. Endi buncha ko'p temirni hayotimda ko'rmaganman. Halimni temir devornimi? Buni komment yozib olaydi.
qaysi videolarni komment yozib boring. Birinchi video PUBG video yoki Minecraft video. Sizlarga ko'proq Minecraft video yoqadimi yoki PUBG video? O'z qoldiring. Sizda internet VIP Wi-Fi'miz bor, bemalol PUBG o'ynasam bo'laveradi. Eng asosiysi PUBG'da umuman nima yo'q. Necha pul ekan bu? Men o'g'lim Aror shahriga kelib qoldim menimcha. Bo'ldi, joniyam tutdi. Endi pechkani yasab olamiz, asosiysi bo'ldi. Pechka bunaqa yasalmasmi? Mana shu. Endi pechkani olib qayerga qo'ysak? Mana yerga. Давайте endi xohlagan narsamizni pishira olamiz. Pishira olish qobiliyatiga egamiz. Mana ko'mirimiz ham bor tayyor. 25 ta ko'mir olganimda pishirishga. Nima endi temir qayerda qoldi ekan? Temir bormi? Yo'q, jite bu yerda temirlar bormi? Izlasang topasan. Shundaymi Bahrom? Ha, tushundim. Meni tanishganimga sen degandek yaramas. Yo'q. Jiteli boblar oldi. Nerede? Nima bor ekan? Yurdan ko'rinmayapti-da. Nimani olish kerak? Nima? Hamma joy nima deb ketdi? Nima qilyapsan? O'tiribman shunchaki. Nima qilishligim mumkin, ha? Shunchaki qilib hamma narsani o'tiribman. Tosh yerda la'nati. O'zing la'natsin. Xo'sh, endi bo'ldi. Buni bilmamiz bor. Yerlarni ko'rsam bo'laveradi. Nima qilyapsan, xo'p? Men nima topyapman deydi. O'sha temirda Kech tushib to'yingga qayt maslahatim. menda zo'r narsa bor. Senda u narsa yo'q deyapsiz. O'zi zo'r bo'laydi lekin. Kelolmaysan aytgancha sen jiydi. Kelolmayman-de. Конечно, kelolmayman. Yo'q, bu yerdan qidirmayman. Men buni qaytda o'sha yerga borib kelishim. Mana bu uylarga borib